almashtirib qo'y. Otingga o'xshamay dangasa bo'lmaydi. Onajonisi, buncha jahl qilmasangiz. Ha, yana og'zingiz qulog'ingizda. Oshnalaringiz bilan yana choyxonaga chiqib ichib keldingizmi? Qanaqa choyxona? Axir bugun bayraming tabriklagani keldim. Qara, senga qanaqangi sovg'a oldim. Bayraming bilan tabriklayman, xotinjon. Voy. Rahmat, dadasi. Mana shu sovg'a mengami? Yoqdimi? Yo'qdi. Mana shu olgan sovg'angiz qimmat bo'lsa kerak-a? Bu sovg'aga pulni qayerdan oldingiz? Pulni qayerdan oldingiz emish. Menga qara. Esingdami? Har 14-yanvarda menga paypoq sovg'a qilarding. Ana o'sha paypoqlarni sotib puliga oldim. Qani? Xotinjon, bayraming bilan tabriklayman. Voy, rahmat dadasi. Osmondagi oyni sovg'a qilaymi? Oy nima? Oy nima bo'pti? Men senga yulduzlarni, quyoshlarni, daryolarni, butun dunyoni sovg'a qilaman. Voy, yulduzlarni, quyoshlarni, butun dunyoni sovg'a qilasizmi? Dadasi, buncha yaxshisiz-a? Hammasini uyalmasdan so'rayveraymi? Sovg'a qilasizmi? So'rayver. Puli to'lanmaydigan hamma narsa seniki. Haligi kechirasiz. Qanisi hech gapirmas ekansiz. O'shanga bir sizdan so'rasam, o'zim uchun qiziq. Menga qiziqda haligi. Shu menga necha yosh berasiz ko'rinishimga qarab. Anaqa rostini aytavering, xafa bo'lmayman. Endi sizgami? Ha, menga. Bo'y bastingizga qaraganda 18 yosh. Voy. Rahmat. Lekin yuzingizga qaraganda 17 yoshlar. Yo'q. Voy, rahmat. Ko'zlaringiz 16 yoshni beradi. Voy. Jami 51 yosh. Dadasi, Ha. ani qo'shnimiz Sattor aka bor-ku, yaqinda to'y qildilar. Hammani oshga yetdilar, nimaga siz yetmadilar? Chaqirmadilar. Undan ham tashqari, mana shu mahalladagi mana erkaklar hammasi choyxonada yig'ilsa yoki ertalab oshga chaqirsa, hammasi boradi. Lekin siz bormaysiz nimaga? Yoki nima sizni hurmat qilishmaydimi? Yoki obro'yingiz yo'qmi, dadasi? Menga qara. Qo'yaver. Hali bizlar o'g'ilchaga shunaqangi to'y qilamiz. To'yda 100 kilo osh damlaymiz. O'shanda biz ham hech kimni chaqirmaymiz. Yaxshimiz. Qazim, senga bir xush xabarim bor. Seni bir omadli, quvonchli kunlar kutibdi. Agar sen yo'q demasang, qizim senga bir fol ochay. Yo'q, shart emas. Qo'ying, kerak emas. Hay kelgin, bir qo'lingni bergin, bir xursand bo'lgin. Yo'q, shart emas. Qizim, qani, mana. Seni baxting ochilib, o'zing kutgan bir chiroyli yigit kelib, dang'ur-dung'ur to'ylar qilib, mahallaga osh berib, seni yo'rlar bilan olib ketadi.
Farzanding ko'p bo'ladi, farzandlaring serfarzand bo'lasan qizim. Qimmat mashinalar minasan, qimmat mashinalar minasan. Yo'q. Ha. Ana undan keyin seni dang'illama uylaring bo'ladi. Senga pullar o'qib keladi, g'oyibdan beradi senga. Voy. Ko'rdingmi qizim? Ha. Ana endi o sangina o'lay. Mani kistamga bir o'zing ko'ngildan chiqarib ataganingni solib qo'ysang. Mangina senga bir duolar qilsam, u duolarim ijobat bo'lsa san. Tushundim. Yaxshi. Ha, yaxshi. Faqat o'ng qo'limni ko'rib qo'ying. Nega? Chap qo'lim protezda. O'shanga. Buvijon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Ha, buvijon, bu nevarani ko'rganga ketyapsizmi? Qaytyapman bolam. Pensiyani olib nevaralarni ko'rgani keldim Toshkentga. Ana. Yaxshi. Hammasiga sovg'a salomlar tarqatib, Toshkentda aynalib, qishlog'im sog'inib qoldim-da. Jolimni sog'inib qoldim. Ha, yaxshi. Buvijon, qaysi bekatda tushib qolasiz? Shu qaysi bekatda tushishimni bilmayman. Lekin poyezdchi bolamdan iltimos qildim. Sekinroq yurib turasan bolam, men katta tutib tagida sakrab tushib qolaman dedim-da. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan erkaklar. Hurmatli erkaklar. Ora-sira xotiningiz uydaligida o'zingizni uyqusiraganga solib oling va menga yaqinlashmang. Meni xotinim bor deb qo'yavering. Ana undan keyin o'zgarishlardan xursand bo'lasiz. Keyingi gal maslahatlashguncha xayr. Saodat. Menda shunaqangi bir haligi buyuk mo'jiza yuz berdi. G'oya tug'ildi. Qanaqa g'oya? Meni nazarimda shu mahallalarni ayollar boshqarish kerak. Yo'q. Ha, Xo'p, ayollar boshqarsa, nima bo'lardi? zo'r bo'lardi. Shu mahallalar o'rtasida umuman janjal to'polon bo'lmasdi. Voy, nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Shunchaki mahallalar bir-biri bilan gaplashmay qo'yardi. Nodi. Menda bir buyuk bir g'oyalar tug'ildi. G'oyalar? Ha, Qanaqa? mana masalan, chet elda odamlar oyga chiqib yotibdi. Marsga chiqib yotibdi. Tarixda qolyapti. Men ham Quyoshga chiqmoqchiman. Quyoshga? Ha, Voy, Mahfuz, qo'y bu fikringdan qayt degani. yo'q. Quyoshga chiqadigan bo'lsang, quyoshda yonib kul bo'lib ketasan. Ey, xavotirlama. Men kechasi chiqaman. Qorong'uda.